Assalomu alaykum. Sizlar bilan Abdulla Qahhorning yana bitta hikoyasini tahlil qilib o'tamiz. Nega aynan Qahhor? Birinchidan nisbatan o'quvchilarga tanish bo'lgani uchun, ikkinchidan men juda ham yaxshi ko'rganim uchun. Abdulla Qahhor hikoyalari menga juda ham yoqadi. Qahhorning o'ziga xos so'z ishlatish uslubini juda ham yaxshi ko'raman. Va Anor hikoyasiga ham mana ko'plab hikoyalar kabi o'tmishdan degan bir izoh yozib qo'yapti. Ya'ni o'tmishda shunday edi, hozir unaqa emas. Sovet tuzumida bunaqa emas. Aytaylik, oktyabr inqilobidan oldingi davrda shunaqa edi degan narsa bor. Uylar to'la non ochun ahorim bolam, ariqlar to'la suv tashnai zorim bolam. Ya'ni go'yoki uyingda non ko'p-u, lekin sen ochsan. Ariqlarda suv bor-u, sen tashnasan. Ya'ni go'yoki anor bilan bog'liq muammo O'zbekistonda meva-chevalar muammo bo'lmagan bir mamlakatda katta bir oilaning tashvishiga aylanmasa kerak edi-yu, lekin aylandi. Men bu hikoyani aynan nima uchun yaxshi ko'rishimni sizga aytaman hozir. Abdulla Qahhor xuddi psixologday yozadi. U insonlarni juda ham ko'p kuzatgan odam, o'zini qanday vaziyatda qanday tutishini zo'r biladigan odam bo'lgan. Turobjon eshikdan hovliqib kirar ekan, qalami yaktagining yengi zulfingilanib tirsakkacha yirtildi. Uning shashti qaytdi. Ya'ni nimaga hovliqib kiryapti? Demak, u bitta zo'r, bitta yangilik bilan, bir zo'r kayfiyat bilan kirib kelyapti uyga Turobjon. Lekin ana shu kayfiyat buzilishiga birinchi sabab qalami yaktak. Yaktak bilasiz, kiyim. Hozir sizga suratini ham ko'rsataman. Qalami kiyim deganda mana shu tasavvur qilib ko'rdi. Sun'iy intellekt Turobjon mana shunaqa shakl chizib berdi. Qalam yaktak deganda tasvirdan shuni chizib berdi. Yo'l-yo'l oq matoga yo'l qilingan, mana shu gul tushirilgan mato. Eshik zulfini, mana shu narsa zulfin, qarang, mana shu qulfi, zanjir va halqalardan iborat bo'lgan. Va mana shu keli va kelisop. Buni ham biling, hozir matnga yana qaytamiz. Chunki uning xotini kelida jo'xori to'yayotgan bo'ladi. Mana shu idishning ichiga jo'xori soladi. Makka jo'xori va ana shu tepada turgan sopi kelisop deydi. Kelisopni ushlagan holda urib, u maydalanadi. Mana shu ish bilan shug'ullanayotgan edi xotini. Demak, matnga qaytamiz. Uning shashti qaytdi. Jo'xori to'yayotgan xotini uning qo'ldagi tugunchani ko'rib, kelisopni kelining ustiga qo'ya chopdi. Demak, u zo'r narsa olib keldi va xotini shu narsani kutayotgandi va yugurdi. Keli lapanglab ag'anadi. Chala tuyulgan jo'xori yerga to'kildi. Nima uchun keli lapanglab ag'anadi? Chunki u juda katta birovni shoshganidan uni sekin qo'yib xotirjam kelmadi. Qattiq itarib qo'ydiki, u qimirlab ketib, keyin to'kildi. Turobjon tugunchani orqasiga bekitib tegishdi. Akajon degin. Akajon, jon aka. Nima berasan? Umrimning yarmini beraman. Ko'rasizmi? Xotin uni shu qadar kutayotgan narsa ediki, uni hazili boshqasiga ham sabri chidamay ketyapti, tezroq bering shu narsani. Turobjon tugunchani berdi. Xotini shu yerning o'zida eshik oldida o'tirib tugunchani ochdi-da, birdan bo'shashib ketdi. Ya'ni ana shu tezlik birdaniga yo'qolib qoldi. Tez ochdi, shunda bo'shashib qoldi, sekin boshini ko'tardi. Ya'ni u kutgan narsa emas edi. Qahhor biror joyda u kutgan narsa emas edi, u bundan xafa bo'ldi deb o'tirmayapti. Siz mana shu tasvirdan o'zingiz tushunib olishingiz kerak. O'z qilmishiga gerdayib turgan Turobjon uning ko'zida jiqqa yoshni ko'rib, "Nima ekanini bildingmi?" dedi. "Asallarning uyasi, turgan bitgani asal. Mana siqsang asal oqadi." Ya'ni asallarning uyasidan siqsangiz ichidan asal chiqadi, bilasiz. Bunisi oq mum, harom emas, shimsa ham bo'ladi, chaynasa ham bo'ladi. Demak, u noyob narsa, kambag'al uchun, yosh oila uchun noyob narsa bo'lgan asal olib kelgan, shundan xursand edi, hovliqib kirib keluvdi. Lekin xotin asal kutmayotgan edi, shuning uchun xafa bo'lib qoldi, yig'lab yubordi hattoki. Xotin yengini tishlab bir nuqtaga qaragancha qoldi. "Yo, qudratingdan ishonmaydi-ya", dedi Turobjon keltirgan matosini titkilab. "Mana, chaynab ko'r, ko'rgin, bo'lmasa indan keyin degin." Ko'ryapsizmi? Eri borgan sari uni xotini ko'ngli ko'tarishlik qilyapti-yu, "Mana, ishonmayapsan, mana." Turobjon qizardi, chunki xotini indamayapti. Chunki xotini kutgan narsa emasdi u. U bir zamon betob o'rtog'ini yo'qlab eltgan tarvuzini bemaza chiqqan bo'lsa kerak, sigirning oxirida ko'rib shunday xijolat bo'lgan edi. U sizni tushunishingiz uchun aytayapti. Qarang, Qahhor tushunishingiz uchun zo'r narsalar bera oladi. Ya'ni bir paytlar o'rtog'ini ko'rgani, tarvuz olib borgan edi, lekin qaytayotganda qarasa, tarvuz molxonada molga yeyishga tashlab berilgan ekan. Xijolat bo'lib ketdi. "Voy, odamga emas, molga narsa olib kelibman-a" deb. O'shanda qanaqa xijolat bo'lgan bo'lsa, ya'ni ularning ko'nglidagini topolmaganda, xuddi shunaqa xijolat bo'ldi yana, deyapti. Hovli yuzida aylanib yurgan oqsoq mushuk, qarang, mushuk ham cho'loq oqsoq. To'kilgan jo'xorini iskab ko'rdi. Chunki kelini ag'darib yubordi xotini. Ma'qul bo'lmadi shekilli, Turobjonga qarab shikoyatomuz "Miyav" dedi. Qarang,
bir antiqa narsa. Ya'ni mushuk to'kilgan jo'xorini iskab ko'rdi va ma'qul bo'lmadi degani nima degani? Go'yoki u bilan yashayotgani, uni asal olib kelgani yaxshi emas sifatida go'yoki xotin undan shikoyat qilayotdi, ma'qul bo'lmayapti uni qilayotgan ishlari. Xuddi xotini ma'qul bo'lmayotganini mushuk orqali ifodalayotgandek. Va xotinining homiladorligi, uning anorga boshqorong'iligi, xuddi ana shu kasal odamdek xarxasha qilayotgani go'yoki cho'loq mushuk ham bir tasdiqlayotganda, mushuk ham oqsoq, xuddi bitali aybi bor va xotini ham go'yoki bir aybi borday deylik, uni jag'iga tegyapti. Va u ham shikoyat qilayotgandek miyovladi. Go'yoki mushukning miyovlashi ham shikoyat deb qabul qilyapti. Va endi uni jahli chiqishga boshladi. Tur, jo'xoringga qara, uni ko'r, mushuk tegdi. Xotin turayotib baralla yig'lab yubordi. Indamayotdi, ko'z yoshlanib turib, oxiri eri baqirganiga yig'lab yubordi ham. Bu yer yutkur qanday balo ekan, odamlardek gulvataga, tuzga, kesakka boshqorong'i bo'lsamchi. Ya'ni gulvata mana shu narsa, yesa bo'ladigan kesak bu. Ayollar boshqorong'i bo'lgan paytda agar kim bu narsani nimaligini bilmagan bo'lsa, bundan o'tmagan bo'lsa bilmaydi. Xuddi yosh boladek bo'lib qoladi. Nimanidir qattiq yegisi keladi. Buni odam o'zi ataylab boshqaramaydi. Bu gormonlar bilan bog'liq, tana o'zgarishi bilan bog'liq. Odam atay qilmaydi buni. Aytaylik, garmdorga asal qo'shib yeyish mumkin, yer yeyish mumkin, tuproq yeyish mumkin, xom narsa yeyish mumkin, aqlingizga sig'maydigan narsa, nimadir o'tirib hidlab o'tirish mumkin. Aytaylik, qanaqadir zararli, zaharli narsani. Odam buni o'zi atay qilmaydi. Va yig'lab yuborgan u noyob narsaga boshqorong'i bo'lgandan go'yoki o'zi alam qilyapti. Tinchgina kesakka, tuzga boshqorong'i bo'lsam, yeb qo'yish, topish oson bo'lgan narsaga boshqorong'i bo'lganimda qaniydi deyapti, lekin yer yutkur degan qismi baribir yerga alam qilyapti. Turobjon do'ppisini boshidan oldi. Qoqmoqchi bo'lganida ko'zi yirtiq yengiga tushdi. Qarang, odam mana psixologik holatida ketma-ketini bog'lab beryapti. Yuragi achidi. Endi 3-4 suv yuvilgan yangigini yaktagidiya. 1 suv yuvildi, 2 suv yuvildi ishlatishni qarang, qanaqa sanash uchun ishlatadigan hisob so'zlari. Ya'ni endi 3-4 suv yuvilgan degani hali ko'p yuvilmagan, yangi yaktagidi, yangi yakta yirtib qo'ydi. Axir boshqorong'i bo'l, evida bo'ldi, dedi do'ppisini qoqmasdan boshiga kiyib. Ya'ni qoqish fikridan qayta jahli chiqdi. Anor, bir qadoq anor falon pul bo'lsa, sahar mardondan suv tashib, o'tin yorib, o't yoqib, bir oyda oladiganim 18 tanga pul. Akam bo'lmasa, ukam bo'lmasa, ya'ni jahli chiqishga boshladi. Qayerdan topib beraman senga anorni deyapti. Ya'ni anorga pul kerak. Men o'zi 18 tanga pul oylik oladigan bo'lsam, men o'tin yoradigan, suv tashiydigan bir oddiy ishchi ishlaydigan odam, u puli yo'q. Aka ukasiga qo'llab-quvvatlaydigan. Va endi er-xotin tek qolishdi. Xotin jo'xorini tuyib bo'ldi. Ya'ni er-xotinning urushi odatda urushsiz oila bo'lmaydi. Hamma oilada ham tushunmovchilik bo'ladi. Odatda er-xotinlar nimadir mavzularda, ayniqsa yosh paytda ko'p kelishmay qolishadi. Xotin jo'xorini tuyib bo'ldi, uni kelidan tog'orachiga solayotib to'ng'illadi. Havasga anor yeydi deyish shekilli. Ya'ni men atay qilyapmanmi deyapti u ham. Bilaman, axir nima qilay? Xo'jayinimni o'ldirib pulini olaymi? O'zimni hindiga garovga qo'yaymi? G'alatimisan o'zing? Ya'ni erining jahli chiqyapti. Haq, nima qilay, ilojim bo'lmasa, kambag'al bo'lsam, pulim bo'lmasa nima qilay debdi. Xotin ovqatga unnadi. Ya'ni o'rinda ovqat qilishni boshladi. Erining boshqorong'i bo'l, evida bo'ldi degani unga juda alam qildi, xo'rligi keldi, o'pkasi to'ldi. Ya'ni hech kim atay qilmaydi buni va eri evida bo'l degani unga alam qildi, go'yoki haddingdan oshma degandek. Ovqat pishdi. Qozonning zangi chiqib qoraygan go'jaga qatiq ham rang kirgiza olmaydi. Ya'ni qozon zanglab ketgan kambag'alning manzaralari bu. Qatiq qo'shdi ham. Go'ja o'zi bilasiz, o'sha jo'xori, bug'doy, donlarni qaynatib qilinadigan ovqat. Turobjon 2 kosa ichdi. Xotini esa hanuz 1 kosani yarimlata olmasdi. 2 kosa ichdi, ya'ni 2 kosa ovqat ichdi-yu, xotiniga qarayapti, g'ash kelyapti, xotin icha olmayapti. Turobjonning ko'ziga negadir oqsoq mushuk ko'rindi. Nega? Qahor negadir deb stop ko'ring sababini. Nega? Ya'ni xotinining ishi 1 kosa ovqatni ham eplab icha olmaganligi, xuddi cho'loq mushukka o'xshagan shikoyatimiz miyav degan kasalaman nimjon mushukka o'xshab g'ashiga tegyapti xotin o'zi shunaqa tutayotgani. Mushuk yirtilgan yengini esiga tushirdi, avzoyi buzildi. Yana jahli chiqdi, yengi yirtilgan esiga tushib. Mana bu go'ja, aynan shu o'zi odatda biz hozir oq go'ja ichamiz, lekin mana shu qoraroq shakldagisi buni va oqsoq mushuk qanaqadir bitta detal bo'lib xizmat qilyapti Abdulla Qahhorga. Uning avzoyidan esiz jo'xori, qatiq, o'tin degan ma'noni anglab, xotin ko'ngli tortmasligiga qaramasdan kosani bo'shatdi. Ya'ni erini xo'mrayib qarab turgandan, "Esiz men qiynalib topgan masalliqlarim, o'tin olib keluvdim, jo'xori olib keluvdim, sen shuni qadriga yetmabsan, mazali ovqat qila olmabsan va hokazo" deyapti deb o'ylab, xotin o'zini majburlab ovqat ichdi.
Ammo darhol tom orqasiga o'tib ko'zlari qizargan, chakka tomirlari chiqqan holda qaytdi. Odam qachon ko'zi qizarib chakka tomirlari chiqib ketadi? O'quvchilardan ko'pincha so'rasam, bitta ikkita odam buni tushunib qolgan bo'ladi. Chunki u qusdi, o'qchidi. Ya'ni ovqat yoqmagan narsani yedi va o'zi odatda ko'pincha boshqarong'ilik mana shu qusish bilan odam o'zini noqulay his qilishi bilan kechadigan jarayon. U borib ovqatni uyi orqasiga o'tib, tom orqasiga o'tib degan shu uyi orqasiga o'tib qusib qaytib keldi. Hali tug'ilmagan bolani yer yutkur deding-a, dedi Turobjon borgan sayin tutaqib. Ya'ni hali g'azabidan chiqmagan, xotinini norozi bo'lib to'ng'ilab o'tirganga yoqmayapti, o'zida yig'ilib borayotgan mana shu alamzadalik jahlni chiqarib olgisi kelyapti. Ya'ni odatda janjallarda, oilaviy janjallarda ana shu g'azabni ikkala taraf ham chiqarib olmagunga qadar, bitta pikka balandga ko'tarilmagunga qadar janjal bosilmaydi. Turobjon tutaqib jahli chiqqan bo'lsa, xotini indamayapti, qarang. Xotini indamay dasturxonni yig'ishtirib oldi, qozonga suv quyayotib, eshitilar, eshitilmas dedi. Ya'ni xotinning jahli chiqyapti, erga gap qaytarib olmayapti. Ya'ni sharqda erkak kishiga gap qaytarish kerak emas, va hokazo tarbiyalanadi qizlar. Erga itoat qilish kerak. Go'yoki erga indamayapti, qattiq gapirmayapti, lekin qozonga suv quyatib, eshitilar, eshitilmas. Ya'ni demasa ham bo'lardi-yu, lekin degisi kelyapti. Bana ayta olmayapti, shuning uchun eshitilar, eshitilmas aytyapti. O'sha asalning puliga anoram berardi. Ya'ni alam qilyapti unga. Nimaga asal olibsan, o'sha pulga anor olmayapsan deb. Berar edi, dedi Turobjon zaharxanda qilib. Anor olmay asal oldim. Albatta berar edi. Albatta anor olmay asal olgansiz. Ya'ni xotini tushunishni xohlamayapti. Qaysarlarcha, yosh bolalarcha jahl qilyapti. Mana shunday vaqtlarda til qotib og'izda aylanmay qoladi. Mabodo aylansa mushning xizmatini qiladi. Qarang qanaqa zo'r o'xshash qilyapti qahhor. Til aylanmay qolgani, ya'ni juda qattiq jahling chiqqan, alam yig'ilganda tiling mushga aylanadi va endi aytgan gaping katta zarba bilan o'sha odamni jarohatlaydi. Va ana shu zarbani bildirgan gap nima bo'ldi? Ajab qildim, dedi Turobjon titrab. Jigarlaring ezilib ketsin. Qarang, bu qanaqa juda yomon gap bu homilador odam uchun. O'zining kayfiyatini, sog'lig'ini boshqara olmayotgan odam uchun bu juda og'ir gap bu. Bu so'z unga qanday ta'sir qilganini faqat boshqarong'i xotingina biladi. To'g'ri gap bu. Umrida boshqarong'i bo'lmagan odam bundan naqadar katta azobligini, sinovligini bila olmaydi. Turobjon bu gapni aytdi-yu, xotinining ahvolini ko'rib achchig'idan tushdi. Ya'ni xotini tomon bo'ldi bu gapdan. Xijolat bo'ldi. Agar izzat nafsi qo'ysa, hozir borib uning boshidan silar va qo'y xafa bo'lma, jahl ustida aytdim derdi. Kishining yuragini qon qilib yuborasan, dedi anchadan keyin. Nayinki men asal olsam? Asal otliqqa yo'q, hali biz piyoda-ku. Xo'jayinga bir oshna sovg'a qilib kelgan ekan, bildirmasdan o'zidan so'rab ozrog'ini oldim. Nimaga bildirmasdan o'zidan so'radi, deyapti. Xo'jayin bildirmasdan olgan, lekin shuni tangisi kelmayapti xotiniga. Yo'q, o'zidan so'rab deb to'g'rilab ketyapti. O'zi berdi. Tansiq narsa, xursand bo'larmikansan debman. Yo, tansiq emasmi? Umringda necha marta asal yegansan? O'zim umrimda bir marta yeganman. Qarang, shu darajada asal noyob narsaki. Shokirxo'ja qandolatchi asal qiyom qildirayotganda qozoniga ammamni jo'jasi tushib ketganda o'sha jo'jani yalaganman, deyapti. Ba'zi o'quvchilar kulib yuboradi shu joyga kelganda. Buni kulgili joyi yo'q bu. Ehtimol oshirib yuborgandir qahhor dersiz, lekin shunday bir kambag'al qashshoq oilalar bo'lganki, umid qilamanki hozir borki deb aytmayman. Ular uchun asal juda ham noyob narsa, asal olishga qurbi, puli yetmagan va u o'zi uchun noyob bo'lgan narsani xotiniga ham noyob deb o'ylayapti. Biz ko'pincha shundan xato qilamiz. O'zimizga yoqqan narsani ham kimgadir yoqadi deb o'ylab olamiz. O'zimiz muhim deb hisoblagan narsani boshqalar ham muhim deb hisoblaydi deb o'ylab olamiz. Turobjonning bu so'zlari xotinining qulog'iga notayin bir quldirash bo'lib kirar edi. Uning Turobjon bilan uy qilganiga 3 yil bo'lib kelayotir. Nazarida bu odam shu 3 yildan beri g'uldirab kelgan, hozirgisi shuning davomida edi. Ya'ni o'zini oqlash uchun asal haqida gapirib degan xotin qulog'iga bla 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 dra bo'lib kiryapti va u bu narsani eshitmayapti. Endi xotin uni kechirmoqchiman, endi u alam bilan o'tiribdi. Ittifoqo, ya'ni kunlarning birida bir kun, bu kun nima bo'ldi-yu, 3 so'zni ravshanroq aytdi. Ya'ni eri bir g'oldirab keldi-yu, uylangandan beri go'yoki unga 3 ta so'zni aniq tiniqlab aytdi. Jigarlaring ezilib ketsin. Mana shu 3 ta narsa quloqda aylanyapti. Odatda urush chiqqan paytda, kelishmovchiliklar bo'lganda, kimnidir xafa bo'lgan paytimizda bitta gapini ushlab olamiz. Meni shunaqa dedi-ya, ana shu gap miyamizda oylab, yillab, kunlab aylanib yuraveradi. Olamda uning suyangan eri, birdan bir orzusi anor edi, birdaniga ikkisi ham yo'qqa chiqdi. Endi u dunyoda ikkisi ishongan narsasini yaxshi ko'rsangiz yo'qotib qo'ydi. Endi hech narsasi yo'qdi. Yo'qotadigan narsasi yo'q odam, eng qo'rqinchli odam. O'ladigan ho'kiz boltadan toymas, deydi o'zbek xalqi. O'ladigan ho'kiz endi
sahnaga chiqish navbati xotiniga. Chunki o'zida alamini chiqarib oldi, xotiniga baqirdi, chaqirdi, qattiq gapirib dilini ortdimi, endi kutingki sizga javob keladi. Chunki har doim ziddiyatlar, janjallar shunaqa bo'ladi. Bir taraf baqiradi, ikkinchi taraf yutib ketmaydi, ikkinchi taraf ham unga albatta javob qaytaradi. Xotin uyga kirib ketdi. Anchadan keyin darchadan xira shu'la tushdi. Turobjon ham kirdi. Xotin darcha yonida bir tizzasiga boshini qo'ygan, qoramtir kulrang osmonga qarab o'tirardi. Qarang, xotini xafa, kambag'alchilik va hattoki manzara ham ana shunga qo'shilyapti. Xira kulrang. Turobjon tikka turib qoldi. Tokchadagi 5-chiroq pixillab yonardi. Uning atrofida parvona aylanardi. Parvona ana shu yorug'likka, qushga nurga o'zini uradigan kapalak bilasizlar, qanotlari kuyib aylanaveradi. Turobjon ham darcha yoniga o'tirdi. Shiftning qayerdir qirs etdi, qayerdadir kaltakesak chirqilladi, Turobjonning qulog'i jing'illadi. Bu nimani bildiradi? Qachon odam shift qirs etganda, kaltakesakning ovozini, hamma narsani eshitadi, qachonki jimlik bo'lganda. Jim bo'lib qolgan paytingizda atrofingizdagi hamma narsani eshitib payqay boshlaysiz. Va qachon jim bo'lib qoladi odammi? Bu sukunat, bu qo'rqinchli sukunat, bu portlashdan oldingi sukunat bu. U ham osmonga, xira yulduzlarga qaradi. Masjiddagi keksa baqaterak orqasidan ko'tarilgan qizg'ish o't ko'kka olovli iz qoldirib juda yuqoriladi va go'yo osmonga urilganda chilparchin bo'lib pop etdi. Ya'ni ular musibatda, qayg'uda, pulsizlikda, chorasizlikda, bitta anorda xotin qirilib o'tirgan paytda, urushayotgan paytda kimdir bayram qilyapti. Mushak, dedi Turobjon. Mullajon qozining bog'ida Mullajon qozi beshikto'y qilgan. Xotini indamadi. Demak, eri nimadir qilib vaziyatni yumshatishga harakat qilyapti. Xotini indamadi. Shahardan to'ralar ham chiqqan, dedi Turobjon yana. Yana uni buni gapirib ko'ryapti. Xotini yana indamadi. U Mullajon qozining bog'ini ko'rgan emas, ammo ta'rifini eshitgan. Qarangki nima dardda. Bu bog'ni ko'z oldiga keltirib ko'rdi. Bog' emas, anorzor. Anor daraxtlarida anor shig'il, ya'ni ko'p meva qilgan, choynakdek bo'lib osilib yotibdi. Ya'ni o'ylayaptiki, Mullajon bog'ning uyida to'y bo'lyapti desa, qarang mana bu ayollarning psixologiyasi, erkaklarning psixologiyasini zo'r bergan. Erkaklar odatda hamma narsani pulga chaqishga harakat qiladi. Va u pulga chaqyapti. Bitta mushak 3 miri, 100 ta mushak otilsa, bittangadan 100 tanga, bir miri kam 75 tanga, shuncha pul ketibdi deb o'tiribdi. U bitta anorga pul topolmayapti-da, u mushakka shuncha pul sarflagan o'tiribdi, pul deb o'tiribdi. Xotin nima o'ylayapti? Xotin anorga boshqaron, u anordan boshqa hech narsa ko'ziga ko'rinib, u anor egisi kelyapti. Va u Mullajon qoltini bog'i desa, ko'zini shunday yumib, anorlar shig'il choynakday bo'lib yotganini tasavvur qilyapti. Er-xotin uzoq jim qolishdi. Turobjon og'zini katta ochib ham esnadi ham uftor. Uyqusi keldi, jahli chiqyapti, zerikib ketdi. "Ma buni tik" dedi yaktagini yechib. "Ma", ya'ni xotini bilan kontaktga kirish kerak, nimadir deyish kerak, oxiri ko'ylagini beryapti. Xotini yaktagini olib yoniga qo'ydi. Aftidan hozir tikmoqchi emas edi. Xotin isyoni g'azabi hali turibdi. To'qib qo'ydi, o'tiribdi. "Bo'l", dedi Turobjon bir pasdan keyin. "Ol, senga aytyapman." Ya'ni u go'yoki xotinni unga javob qaytarishini xohlayapti. Shuni ola tikib ketadi deb o'ylayapti va ovora bo'lasiz. Ayollar bunaqa vaziyatlarda bir pasda jahldan tushib qolmaydi. "Ha, muncha turtmasdan gapirib bering, tikib qo'yarman, muncha qistov." Ya'ni hozir kiyarmiding shuni, ertalab kelsan-ku baribir deb aytyapti-da, o'shaning uchun qimirlagisi kelmayapti. Turobjonning tepasochi tikka bo'ldi. Ya'ni odatda erkaklar, istisnolar o'ziga olmasin, men unaqa emasman deb o'ylaysiz, bundan xursandman. Faqat qanaqadir bitta janjalda qattiq gap gapirib qo'yadi, yumshatishga harakat qiladi-da, yumshata olmagandan keyin battar jahl qiladi. Ya'ni uni yumshatishga harakat qilish uchun boshqa yo'llar topmaydi, aksincha baqir-chaqirga o'tadi. "Hay, sening dimoq firog'ing kimga? Xo'sh, nima deysan? Men sizga bir narsa deyapmanmi? Tikib qo'yarman. Har narsaga ro'zg'or achchiq bo'laversa qiyin bo'lar", dedi Turobjon yaktagini kiyib. Kambag'alchilik o'lsin. Xotin bu gapni shikoyat tarzida aytdi, ammo Turobjon buni ta'na deb tushundi. Ya'ni kambag'alman-da endi dedi. "Hey, o'lsin kambag'alchilik" degani, "Hey, o'l kambag'al bo'lmay" deb eshitdi. Va odatda xuddi ayollar yaxshi pul topmaydigan, uni ta'minlay olmaydigan erkakni qanday yoqtirmagani kabi, erkaklar ham uning topganiga qanoat qilmaydigan, shukr qilmaydigan ayollarni shunchalik yoqtirishmaydi. "Nima? Men seni olganimda kambag'alligimni yashirganmidim? Erkaboyga o'xshab chimildiqqa birovning to'ni, kavush mahsin kiyib kirganmidim? Bunday armoning bo'lsa, hali ham serpilroq odamga tek",
Ya'ni bilardi-yu kambag'alligini bilib tekkansan u deyapti. Yoqmagan bo'lsa bor boshqasiga tegib ol deyapti va bu narsa ikkinchi marta haqorat qildi xotinini. Ayollarga bor boshqasiga teg, bor ket deyish bu taloqqa kiradi odatda bir taloqqa yoki u haqorat qildi, bor yo'qol deb aytyapti. Va xotini ham boplab endi javob qaytardi. Ikkita anor uchun xotiningizni serpul odamga oshirgani uyaling. Uyalmaysan, bitta anor topib beramasdan xotining boshqasiga berib yuborishga dedi. Va endi bu ham uni hamiyatiga tegdi. Ya'ni bu uni jig'iga teguvdi, asabiga teguvdi, xafa qiluvdi va uni ham boplab jig'iga tegdi. Bu gap Turobjonning hamiyatiga tegdi. Jigarlaring ezilib ketsin degani xotiniga qancha alam qilgan bo'lsa, bu gap Turobjonga shuncha alam qildi. Odatda janjallarda o'sha haligi bir xil darajadagi zarbaga zarba qaytarmagungacha janjallar bosilmaydi. Ikkala taraf ham bir-biriga ataganini aytib olish kerak. Hoy, anor olib bermadimmi dedi Turobjon mayin tovush bilan, ammo bu mayin tovushdan qo'rqqolik edi. Sira anor olib kelmadimmi? Ya'ni jahli chiqdi, chinchiga qo'yib yumshoq gapiryapti. Bu ham xuddi shu portlashdan oldingi sukunat bu ham. Ya'ni mayin gapirayotgani yaxshilik alomati emas. Yo'q dedi xotin birdan boshini burib. Ya'ni jahli chiqdi, teskari qarab oldi. Turobjonning boshi g'ovlab, ko'zi tindi. O'tgan bozor kuni yegan anoringni o'ynashga olib kelganmidi? O'ynashim olib kelgan edi. Turobjon bilolmay qoldi. Xotinining yelkasiga tepib, so'ngra o'rnidan turdimi, yo turib keyin tepdimi, o'zini obro'zining oldida ko'rdi. Obro'z shu suv to'kiladigan shu burchak shu. Xotin rangi oppoq, ko'zlarini katta-katta ochib, unga vahimali nazar bilan qarar va boshini chayqab pichirlar edi. Qo'ying. Ya'ni Turobjon jahli chiqib ketib, o'zini boshqara olmay qoldi. Bu ham juda o'zbekona janjalning yechimi. Ya'ni odatda janjallar kattalashib ketgan paytda erkaklar xotiniga qo'l ko'taradi. U homilador bo'lsa ham, u chorasiz bo'lsa ham, xotini atay qilmayotgan bo'lsa ham, uni ojizligini bilib turgan bo'lsa ham, erkaklar o'zini jahlini bosa olmaydi. Ya'ni bizda janjallarda har doim o'zini bosish kerak bo'lgan odam ayol kishi hisoblanadi. U o'zini bosmagani uchun erkak kishi urushi me'yor hisoblangan deb o'tmishda deyolmayman men qahrga o'xshab. Hozir ham shunaqa qaraladi va juda ko'p holatlarda hozir ham ijtimoiy tarmoqlarda falonchini xotini uribdi, so'yib falonchini eri xotinni uribdi, so'yib qo'yibdi, nimadir qilibdi desa, hattoki ayollar ham izohlarda tili yomon bo'lsa kerakda degan bir izoh qoldirishadi. Ya'ni go'yoki ayol kishi qattiq gapirib qo'ysa, uni urish mumkinday, jazolash mumkinday qarash. Turobjon uydan chiqib ketdi, bir pasdan keyin ko'cha eshigi ochilib yopildi. Ya'ni o'zi ham bilmay qoldi, urib yuborganini Turobjonni, o'zi ham g'alati bo'lib ketdi va ko'chaga chiqib ketib qoldi. Va o'quvchidan savol berib shu yerda to'xtatsangiz bo'ladi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Anor olib keladimi yoki yo'qmi? Endi nima qiladi Turobjon deb. Albatta, hamiyatiga, g'ururiga tegilgan odam sifatida shunchaki anor yo'q deb qaytib kira olmagan bo'lardi. Xotin uzoq yig'ladi, eriga qattiq gapirganiga pushaymon bo'ldi, o'zidan qarg'adi, o'lim tiladi, yig'idan tolib tashqariga chiqdi. Qorong'i, uzoq-uzoqlarda itlar hurardi. Ya'ni odatda mana shunaqa janjallar bo'lgan paytda men erkaklar o'zini bosish kerak deb hisoblayman. Chunki xotini o'zi atay qilmayapti. Ayniqsa homilador paytda buni boshqara olmaydi. Bu gormonlar bilan bog'liq holda tana unga bo'ysunmayapti, atay qilmaydi buni. Va odatda janjallar chiqqan paytda, janjaldan keyin ayollar o'zini ayblay boshlaydi. Har doim o'zim aybdorman, bekor qildim deb afsuslanadi. Chunki ayollar emotsionalroq bo'ladi. Ayollar ko'proq hissiyot bilan xulosa qiladi. Erkaklar aql bilan xulosa qiladi. Shuning uchun aqlli odam sifatida hissiyot egalaridan ana shu hissiyot o'tkincha aql o'tib ketmaydi. Hissiyot o'tib ketishini kutib turish kerak va vaziyat yumshagan bo'lardi. Va u ketdi, xotini endi yoqdan bu yoqqa yurib, eridan xavotir olyapti. Ko'cha eshigini ochib, u yoqqa qaradi, jimjit, guzar tomonda faqat bitta chiroq miltillar edi, samovarlar yotgan. Samovar deb u paytda hatto mening bolaligimda ham choyxonalarni aytishardi. Choyxonaga qaradi, hattoki kechga ishlaydigan choyxonada ham hech kim yo'q, ko'chada hech kim yo'q. U ko'ngli g'ash uyga qaytib kirdi, xavotir olyapti eridan. Tom orqasida xo'roz qanot qoqib qichqirdi. Demak, tong otdi, ertalab bo'lib ketdi. Ko'cha eshigi ochildi. Xotin to burilib qaraguncha Turobjon katta bir tugunni orqalab kirib keldi. U tugunni uyning o'rtasiga sochib tashladi. Bir choyshab anor har tomonga yumalab ketdi. Bir nechasi obro'zga tushdi. Turobjon xotiniga qaradi. Uning rangini ko'rib xotin qo'rqib ketdi. Bu qadar oqargan. Turobjon o'tirib peshonasini ushladi. Xotini yugurib oldiga keldi, yelkasiga qo'lini qo'ydi. "Qayoqqa bordingiz?" dedi entikib. "Nima qildingiz?" Turobjon javob bermadi. Uning vujudi titrar edi. Hikoya shu yerda tugaydi. Demak, arzimagan narsadan go'yoki ziddiyat kelib chiqdi, urushib qolishdi, janjal balandga ko'tarildi, keyin pastga tushdi va bu muammoni erkak sifatida, g'ururi bor erkak sifatida shunchaki yutib keta olmadi baribir Turobjon. Qayerdan bo'lsa ham anor olib keldi.
va siz savol berishingiz mumkin. Turobjon anordan qayerdan olgan deb o'ylaysiz deb so'rang. Nima deb o'ylaysiz? Qayerdan oldi? Qanaqa hal qildi bu narsani? Hikoya boshqacha yakun topish mumkinmidi? Qanday? Ya'ni men voqealar rivoji boshqacha bo'lishi mumkin desa ishonmayman. Qahhor o'zi ham kambag'allikda katta bo'lgan, uyda ota-onasi o'rtasidagi ko'plab kelishmovchiliklarning guvohi bo'lgan. Biz hammamiz uyimizda bir necha kelishmovchiliklarni ko'rib katta bo'lgan bolalarmiz va biz ham qaysidir ma'noda kelishmovchiliklarni farzandlarimizga ko'rsatayotgan ota-onalarmiz. Shuning uchun janjallarning boshqacha yakun topishi bu juda ham kamdan kam bo'ladigan holat. Va nima deb o'ylaysiz? Kim aybdor shu vaziyatda deb savol berishingiz mumkin. Kim ayblasa bo'ladi? Aytaylik, O'zbekistonda joyda bitta anorning topilmas matohga aylanib qolishida kim aybdor? Va mana shunaqa oilaviy ziddiyatlarning kelib chiqishida deylik, Turobjon va uning xotini o'rtasidagi ziddiyatda kim aybdor? Va aybdorni topishga ehtimol bolani majbur qilib ko'rasiz va keling xulosa yozamiz deng. Demakki, bola o'zining xulosalarini sizga yozib bersin. Sizga hozircha hikoya doirasida aytmoqchi bo'lganlarimiz mana shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.